Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli qizlar. Bugun sizlarni go'zallik, xotin-qizlar, ayollarni bayrami chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umringlar uzoq bo'lsin. Ota-onalarning baxtiga doim shunaqa chiroyli, maftunkor qiz bo'lib yuravering. O'qishda, ilmda, Islomiddin gapiryapman. O'qishda, ilmda har doim 6-sinflar orasida, nafaqat sinflar, balki butun maktab orasida eng birinchilardan bo'lishingizni tilab qolaman. Dunyodagi barcha ezgu va samimiy tilaklar sizlar uchun. Xudo xohlasa hamjihatlikda, bahamjihatlikda, birgalikda 11-sinfni eson-omon bitirib, yuzlarimizni yorug' qilib universitetlarga kirib, ota-onalaringizni va meni quvontirib yuring. Tabriklaymiz. 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 Endi bitta niyat aytib, har bitta aytgan odam sovg'a beraveradi. Kelishdik-a? Islomiddin boshla. Jvochkangni tasha birinchi. Jvochka yo'q. Diyora 8-martini tabriklayman. Ota-onaning baxtiga sog'-omon bo'l. Ilon ota-onaning baxtiga sog'-omon bo'l. Iloyim kollejlarga kirib, ota-onaning yuzini pastga qaratma. Молодец. Tabriklaymiz. Qarsak chalib qo'yamiz. Xo'p, Xurshid. Hamma qizlar 8-mart bilan Молодец. Umringlar uzoq bo'lsin. Ota-onalarning baxtiga sog' bo'linglar. Har doim yaxshi o'qib, besh baholarga o'qinglar. Молодец. Ana. Молодец. Tabriklaymiz. Ehrus. Hammalarni 8-mart bilan tabriklayman. Ota-onalar baxtiga sog' bo'lib, omon bo'lib yuringlar. Молодец. Qarsak chalamiz. Ilyos. 8-mart bilan tabriklayman hamma qizlar. Ota-onalar sog'-omon bo'linglar. Baxtiga. Baxtiga sog'-omon bo'ling. 8-mart bilan tabriklayman hamma qizlar. Onasi Yaxshiga to'g'ri yuringlar. Onalar aytganini qilinglar. Nimasi kulib, ne kulasizlar? Tabriklayman. Hamma qizlar 8-mart bilan tabriklayman. Ota-onalarni baxtiga sog' bo'linglar. Doimo shunaqa chiroyli. 8-mart bilan tabriklayman. Tabriklaymiz. Hamma qizlar 8-mart bilan tabriklayman. Ota-onalarning baxtiga sog' bo'linglar. Iloyim ota-onalarni umraga olib borish nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. Faxriddin. Hammalar 8-martlar tabriklayman. Ota-onalarning baxtiga sog' bo'linglar. Tabriklayman. Короче, tabriklaydi. Короче, tabriklaydi. Молодец. Namozdan tabriklayman 8-mart bilan. Ota-onalarning baxtiga sog' bo'lib, 100 yoshlarga kirib yuring. Молодец sana. Chiroyli tabrik bo'ldi. Молодец. Tabriklayman. Hammalar 8-mart bilan tabriklayman. Ota-onalarning baxtiga sog' bo'linglar. Молодец. Barakalla. Xo'p. Demak, sen ham tabrikla. 8-mart bilan hammalarni tabriklayman. Ota-onalar baxtiga sog' bo'lib, 100 yoshlarga kirib yuringlar. Hammalar ota-onalar umriga borish nasib qilsin. Rahmat. Alloh nasib qilsa, birgalikda bo'lib tursak, chiroyli qilib bir umrga sovg'a, esdalik bo'lib qoladigan sovg'alardan qilamiz. Tushunarli? Bu yil faqat shunaqa bo'lib qoldi. Xato va kamchiliklarimizga rozi bo'lasizlar. Aslida sovg'a bir e'tibor, muhimi e'tibordan qolmadingiz. Sevinch kelsa, sevinchnikini ham berib alohida tabriklaymiz. Negadir bugun yana sevinch yo'q. Xo'p, rahmat hammaga.